未来の日本人に託してくださったのだと思います。日本人はそうしたものだけではない、物質だけではない、その奥にある心というものを大切にできる人々である。日本人はそうした日本人がもともと持っている魂の奥に眠っている熱く優しい心を取り戻していただきたい。一人でも多くの方にその心の奥に眠っている大和魂に目覚めていただきたい。そのような思いでAssalamualaikum barliq Sharq Turkiston vatandoshlar. Biz nima deb da'vo qilsak vatandoshlar xalqarodagi xalqlarga shunday da'vo qilmoqda. Demokratik havoda ularning bizning ovozimizga shohid bo'ldi, guvoh bo'ldi. Qarshi tarafda namoyish qilayotgan Yaponiyaning ma'lum partiya guruhlari Sharq Turkiston deb da'vo qilmoqda. Bizga gap qildi, esa Uyg'urlikmi deb. Yo'q, biz Sharq Turkistonda davlatimiz bo'lgan, biz davlatimizni 49 Xitoy tajovuzga tortib qo'ygan degan gap tushundiramiz. Degan. Ben Sharq Turkiston danglar, bizning davlatimizning nomida danglar. Biz oz sonliq 500 biramining nobuzda millat emas, millat da'vosi qilgan. Biz davlat da'vosi qilmaymiz, bizning da'voyimiz tuproq masalasi. Deb anlatamiz qarindoshlar, yaponlik qarindoshlarmi Sharq Turkiston da'vosi. Qarindoshlar ilgari degandek biz yana xalqarodan yordam so'raymiz. Xalqarodan o'zining tarixiy javobgarligini va o'zining mas'uliyatini ado qilib, Sharq Turkiston masalasidagi mas'uliyatini va javobgarligini unutmaslikni tavsiya qilamiz. Shundaqli xalqarodan yordam so'raymiz qarindoshlar. Bizning da'voyimiz Xitoy tajovuzining ichki masalasi emas. Biz tarixdan Xitoyning ichki masalasi bo'lib boqmagan, ham bugun bo'lmaymiz qarindoshlar. Biz faqat tajovuzga, diktatorlikka uchragan, xo'rliq chidab 70 yil yashagan, xalqaroning qaroriga hurmat qilib yashadik. Shundadimi yanla ko'rgan taqdirimiz mana bu suratlardagidek qarindoshlar xalqimiz, bolalarimiz ko'z yoshi bilan erlar lagerlarga tutilib, xo'rlab o'ltirilyotdi, ayollar dafsandalatyapti. Bichora bolalarimiz insonning aqli yetmaydigan darajada xo'rliqda tajovuzlarninki dafsanda qilishiga ya'ni xomashyo qilishga ushlanib qarindoshlar. Biz da'voyimizni to'g'ri qilaylik, xalqaroga arz qilaylik, xalqlarga arz sunaylik qarindoshlar. Ular bu namoyish qilayotgan vatandoshlar davomli shu cho'ng yadrolik davlatlarga, o'zimiz turayotgan davlatlarning ichki ishlar, tashqi ishlar degandek har xil partiyalarga arz xat yozishni unutmaylik. Da'voyimizni tashqi dunyoga qartaylik. Bizning da'voyimiz xalqaro masala, ya'ni xalqaroning mas'uliyati va javobgarliklar bir masala qarindoshlar. Sharq Turkiston da'vosi herkes Xitoyning ichki masalasi emas. Biz faqat Xitoy bilan bo'layotgan o'tirimizdagi kurash mustamlika. Xitoyning yani mustamlikasiga qarshi turish, tajovuzga qarshi turishdan iborat oddiy bir talab qarindoshlar. Bu da'voning sukuni ismini o'zgartirib, millatni aldayotgan shaytonlar aldanmaylik. To'g'ri da'voni to'g'ri bilaylik qarindoshlar, da'voyimizni to'g'ri anlaylik. 今ホームページ一番最初に出てくるのは動画は 9.11 の真実という動画があります。信じられないかもしれないし、それを街中で言うのはとても酷なことではあります。説明するのが難しいからです。しかしあえて言います。9.11 は自作自演でした。やったことはアメリカではありません。ホワイトハウスではありません。CFR という外交問題評議会で